Başladım. Assalomu alaykum, hurmatli tadbirkorlar. Sizlarga bugun uchrashishimiz sababi tadbirkorlarning muammolarini hal qilgan holda yangi ish o'rni yaratish. Shu munosabat bilan uchrashib turibmiz. Men Medal, Xonqor biznesini rivojlantirish banki markaziy rahbariman. Shahar tadbirkorlarning muammolarini beramiz. Birinchi tadbirkorimiz Temir Beton ta'minot etishlaydi. Kredit so'rab murojaat etgansiz. Çocuk kreditini alacaksınız, o maksatla alacaksınız. 480 milyon son kredi açık maksadımız ama yaş ve anlatış için. Kafanızı kaçmadan anlatacaksınız. Ariza bilan murojaat etasiz, shu quyosh parayını olsangiz necha ish o'rni yaratasiz korxonangizda hozir? Qo'shimcha 2 ish o'rni yaratamiz. Yana foyda dengizlik, yana foyda bo'lganimiz yana qo'shimcha ish o'rni yaratamiz. Rahmat, asal ariza bilan murojaat eting, shu arizangizni qonuniy tartibda chiqamiz. Rahmat. Keyingi tadbirkorimiz Rakumova Shimir, yakka tadbirkorlar. Siz sizlar kredit olish maqsadida murojaat etgansiz. Prezident qarori 385 qarori bo'yicha tikuvchi bilan shug'ullanaman. 100 million so'm kredit olishga kerak. Toza ish o'rinlar yarataman. Xudo xohlasa 4 ish o'rni yaratishga. Eğer kredit alsanız yine tazadan 4 iş o'rni yaratasiz, to'g'rimi? Kredit olsam shu toza 4 ish o'rni yarataman. Xudo xohlasa. Rahmat. Keyingi tadbirkor Istopa Servisi yumshashadi. Siz nima uchun maqsadda olasiz kreditni? 100 milyonluk kredit alacakmız. 100 milyonluk kredit alacağımızda bize de 112. sanlı karar asasında çağrışım koysa 312. sanlı karar asasında kredi alış için müracaat etseniz var bize de. Kanunda görüp çıkamaz. Eğer kredi alsanız 100 milyonluk kredi alsanız iş çorunu yaratasınız. 2 iş o'rni yaratamiz. 2 iş çorunu. Rahmat esa ariza berib, arizangizni berib chiqamiz. Keyingi tadbirkorimiz Bakir Bahrom Rahimovich. Siz nima maqsadda? Shu mahalla loyihasi bo'yicha chorasiga kelgan. O'zimni bo'yicha ariza bergandim. Ularga bilan kredit olsangiz, o'zingizni bankada tadbirkorlik qilasiz, to'g'rimi? Bo'ldi esa shu qonun tartibida ariza berib chiqamiz. Rahmat, hurmatli tadbirkorlar.